Ko'p onalar emzasam gelmeydi. Çünkü süt qaytib ketadi. Her bir ona bolani fiziologiyasini o'rganib olishi kerak. Bola tana-pana yig'lamaydi. Bolani yig'lashlari ham har xil bo'ladi. Bir yig'laganida bola och bo'lishi mumkin. Bir yig'laganda bola uxlasiga erishi mumkin. Bir yig'laganda bir yeri og'rishi mumkin. Va bu yig'lani, zvuklari, tonlari har xil bo'ladi. Buni bora-bora ona tushunib boradi. Men shuni tarafdorimanki, ona bolaga ko'proq e'tibor berishi. Bolani qorningizda 9 oy ko'tarib yurdingiz va u tug'ildi. Tug'ilgandan keyin yonida ona mehr berib boqishi kerak bo'ladi. Bu degani smesni berib, soskani berib, shu indamiyot. Bola o'zi bilan ulashishi kerak, ona bu yerda o'zining ishlarini aytib yurishi kerak. Xatolikka kiradi. Bolani shuni qo'lga olib, u bilan gaplashsa, uni talabini bilib, shu talabini qarab siz yordam ko'rsatsangiz, bola o'zi avtomatik indamin qiladi, tinchlanadi. Bolani biza tinchlantiramiz, lekin og'zini beklab tashlamaymiz soska bilan. Soska bu искусственный narsa bilan dindirib turganning bo'lamiz. Keyinchalik bu navbat keladi, ulag'anda, yig'lagan vaqt biz ishlatamiz, har bir yig'laganda telefon beramiz. Men indamay o'tirdim. Kichik vaqtda bu soska shu vazifani bajaradi.